أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده تعالى حمد الشاكرين ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واجعلنا من الراشدين آمين. أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى: قال: ولا تحج المرأة إلا بزوج أو محرم إذا كان سفرا. Ayollarninki haj vojib bo'lishi uchun ayrim bir sharti. Yuqoridagi shartlar umum shartlardir. Baligh bo'lish, aql bo'lish, musulmon bo'lish, hur bo'lish degan shartlar. Mana shu amni tariqqa chetishlik, yo'l bexatar bo'lishi kerak degan shartga chetishlik yana bir shart. Ayollar xos shart. Ayol kishi ya eri yoki mahrami bilan hajga safar qiladi. İza kana safara, safar qilib haj qiladigan o'rinda bo'lsa, shu ikki turli kishining birisi bo'lishi kerak. Makkada yashaydigan bo'lib qolsa, safar qilish ketmay chiqib kirisi bo'ldi. Men chiqib kirisim bo'ldi. Masalan, Makkaning ichida tuqqunni yo'qlagandeklam, u maldan bu malga berib kelgandek bir ahvol. Uni safar qilish ajiz. Lekin sirtdan bordiganlar Makkadan 85 kilometr yiroqlikdan bordiganlar bo'lib qolsa, ondan zavj yoki mahram shart qilindi. لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر 3 أيام فما فوقها إلا ومعها زوجها أو ذو رحم محرم منها. ومتفق عليه. Allah ve ahiret günüge iman keltirgen bir ayolning 3 gün yoki uningdan ortiq safar qiladigan bir masofani ya eri ya mahrami bo'lmagan holatda besishi halol bo'lmaydi. Diqqat qilsangiz, zawjuha aw du rahimin mahramin minha dedi. Zawj o'zi mahram emas. Zawj mahram emas. Zawj ayrim bir tur. Mahram degan bu ayrim bir tur. Lekin ikkisining hukmi bu ayolga hamroh bo'la oladigan salohiyati bor. Har ikkisining salohiyati bor. Lekin hammani pomlablam deyatsak, mahram deyatsak, har kishining shu mahram qatog'iga tiqib o'tamiz. Lekin zawj mahram emas. Undagi ikki turlikning birisi bo'lishi lozim. Ya zawj bo'lishi lozim, zawj bo'lmasa mahram bo'lishi lozim. Bu muhim masala. Hozir bu yerda haj qilish uchun degan gap yo'q. Bu mahram yoki zawj hamroh bo'lishi safar uchun. Yani bir mazhabda namoz qasr qilinadigan orliqqa safar qilib qolsa, şu ikki turning birisi hamroh bo'lishi lozim. Ya eri yoki mahrami. 3 kun degan orliq, 3 kunlik masofa odatda tuga ya piyoda normal mansa 3 kunni bosadigan orliqni ko'rsatadi. Bu shu 85 kilometr degan orliq shu. Namoz qasr qilinadigan orliq. Yani her bir günde 28 kilometre, 30 kilometrede dönüşü mümkün. Ya etigen namazsa atıştan Kaşgar'a girişi mümkün. Ya Karkaş'tan Hoten'e girdi. Arlıktan sonra tamak yap aramaldıgan, namaz okuyduğun, demeliş arlap vakit edilişi mümkün. Onun için ne yaptık? Yok o tüketkenlik çok bir yeri yaratıyor. Elbette. Bunun üstüge hecgi kazamaz, sepermez. Hadi hecgi şu sefer kılış lazım bulup kalsa, sefer boğaçka çıkın birisi buluş lazım. Vacip mi? Şart değil mi? La yahil diyenlikle bundan sefer kılsa günahkar buludu, halal bulmaydı, yani haram işmavu diyenge. Yani müşahidisinin lafızlımı ıgır, ibaresi kat ıgır. La yahil düşün ama limra'atin tu'minu billahi vel yevmil ahir. Allah'a ve ahiretke işindiğen ayol için dese xuddi eğer bunu bulmuşsanız xuddi kafirning ishini qilgandek bo'lib qolasiz degandek bu bir xil taqlizm. Kech kunduz. Bu aslida ixtilof bo'lgan masala. Lekin qarasanglar hadisni aytdi aniq shunama muttafaqun alayh.
Yani bir mazhab aciz hadisini ko'tarib chiqdi deydigan nimalar qolib qoldi bu yerda. Har sahih ashunda kuchli dalilni kelib navbatda aniq mazhab. Ulamalar ixtiloflashgan. Yani gerçi bunda sahih hadis bo'lsa-mu, ulamalar ixtiloflashgan. Çünkü bazı hadisler var yana. Hani bazılar maqasid qarishi mumkin. Ya bu ayollarning yolg'iz safar qilmasligini uchun yo'l xotirjam bu. Hozir xotirjam, unda ish yo'q, deyishi mumkin. Ixtilof bo'lgan masala. Ulamolarning qarashlarini, dalillarini bir bayon qilib qo'yaylik ana. Mushu mahramning yoki erninki birga bo'lishi, hamroh bo'lishi, yuqorqi amn tariq degan shart chetish deb qarasak, bu shartul vujub. Yani aş ayolga hajning vojib bo'lishi uchun mahrami ya yo'ldoshi bo'lsa, unda vojib bo'ladi. Agar unda hamri bo'lmasa, chigidan o ayolning gardiniga haj farz bo'lmaydi degan gap chiqadi. Buning asosan unda hajga mahramsiz berib qoldi birisi. Yoki men boraman deb badi. Qanday bo'ldi? Haj bo'ldi. Haj bo'ldi. Xuddi birisini qazab turib bo'lgandek yoki uning boshqa imkoniyati yo'q odam shunda boshqa hadiyasini qabul qilib bo'lgandek bo'ladi. Chunki bu shart sahha emas. Agar shart sahha bo'lib qolsa, mahramsiz bo'lsa, hech emas bu. Shu shart vujub, shart sahha, shart ado deb ayirishning farqi bunday chiqadi. Shart vujub degan ash mahram yoki eri billa bardigan holatda bo'lsa, bu ayolga ondan haj vojib bo'ldi. Agar unda holatda bo'lmasa, tikidan bu ayolga haj vojib bo'lmaydi. Agar shart ado deb qolsa-chi, bu ayolga vojib bo'lgan. Endi baray desa, "Men shartni hozirlayolmay qoldim" deb u chaqda o'lib ketgan bo'lib qolsa, bu ayol men gardimga vojib bo'lgan. Bolalarim mening o'rnimda haj qilganlarga vasiyat qilish lozim. Agar shart sahha deb qolsa, berib qolsa, mesela mahramsiz berib qolsa, haj bo'lmaydi. Lekin shart vujub bo'lsa, mahramsiz berib qolsa, haj bo'ladi. Bir qatim haj qilgan bo'ldi. O chaqda mesela nafl haj qilgandamda haj hisoblaymiz. Hanifi mazhabning qarashida safar qilish uchun hajmi shu safar qatorida ayol kishining hamrohligida ya eri ya mahrami bo'lishi shart. Shartul vujub. Hanifi mazhabning ba'zi ulamolar sharti ado deb qildi. Lekin shu shartul vujub degan qarash kuchli. Yuqorqi hadisda 3 kunlik masofa dedi shunama. Yani ba'zi hadislarda masirat yawmin va layla, masirat yawmin, masirat yawm degandek muttafaqun alayhi hadislarda kelgan variantlar bor. Hanifi mazhab shu muttafaqun alayhi al-qadrul muttafaq sutkuloq mesela. 3 kunda besib o'tilgan masofa deganini oldi. Yuqorida Hanifi mazhabning bir dalilini bayon qildi. Ikkinchi dalilga va qala sallallohu alayhi vasallam la tahujjul mar'atu illa wa ma'aha zawjuha aw du rahimin mahramin minha. Ma ikkinchi hadisninki alayhilki la tahujju degan hajga xos bir ibora. Hajkisi bo'lmaydi, yani mahramsiz ya eri billi bo'lmasa hajkisi bo'lmaydi degan. Amaliyotda bu ojizroq desin. Aslida bu ojiz variantni kelib turibdi. Lekin muttafaqun alayhi hadisda kagini عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يخلون رجل بامرأة ولا تسافر امرأة إلا ومعها محرم فقام رجل فقال يا رسول الله إني اكتتبت في غزوة كذا وكذا وخرجت امرأتي حاجة قال اذهب فحج مع امرأتك Ayolim hajga mandi. Men falan qo'shinlar jihad qilishga tizimlatdim. Ezdugandim, ismini tizimlatib jihad qilmoqchidan desa, "Ya jihad qilmaysan, oilang bilan birlashdi" deb turoldi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Bu muttafaqun alayhi hadis. Yani o'shanda mahram shart bo'lmaydigan bo'lsa, Rasululloh jihad qilmagan mujohidni jihadni qaytirib turib, ayoli bilan haj qilishga buyurmagan bo'ladi. Albatta bu ayol bilan boshqa hajga boradigan tonish bilishlar, Müslümanlar jamoati bor. Bu Hanifi mazhabiningki sayyidisning dillari. İkinci qarashda mahram ya eri
bo'lishi shart emas. Ayol kishining safar qilib, haj qilish uchun mahram ya eri bo'lish kerak emas. Ishonchli ayollar jamoasi bo'lib qolsa bo'lardi. Hatto bilmagan eri va mahram tuqqanlari bor turib, ular bilan birga bormay, ayollar guruhi bilan birga borsin bo'lardi. Mahram ya eri shart emas, xuddi masalan kafirlarning qo'ldan qish qutlaydigan ayol kishi mahramizda jumaydi shu qochqancha masalan bog'lab qo'ygan yerdan atdim bizman bilan qochdi o bir sahoba ayol shunda qochgan oyda qochdi o bumi bir xil jihat yoki hijratga o'xshaydigan farz ibodat uning uchun shunda yolg'iz chiqsin bo'lardi. Shart emas deganlar ba'zilar ayollar guruhi bo'lsa bo'ldi deydi, ba'zilar yo'q bo'lmasin bo'lardi deydi, ba'zilar yashilan qirini ayirdi. Yana bir qarashda eri yoki mahram bo'lish lozim. Agar bo'lmasa yoki bog'lanmasa boshqa bu yil aldirashimiz bilib berish bermayman yoki imkoniyatim yo'q yo vizalamni demasa bunda bo'lib qolsa shuna ishonchli bir guruh bo'lib qolsa bo'ldi. Hatta bu guruh erlar guruhi olsun bo'lardi yoki ayollar guruhi bo'lardi yoki aralash guruh bo'lsinmi oilalik guruh bo'lsinmi bo'lardi deb qaraydi. İmam İbn Taymiye Perzej'de mahram olmasın buldu. Maalesef anladığınız zaman hadis'in muttafakun aleyhi karşında derecedeyiz. İmam İbn Taymiye mahram olmasın buldu. Diki hecde, her konuda sefer demez. Perzej'de. Bu anda nime kaydıyla eğer üzümde hatırcam bulalıysa veriyoruz doğru. İmam Ahmet'ten gelen bir rivayette yaşılan kırayalını ya yaşan Allah'ını ayırgan. Yaşan Allah'a ruhsat. Hazırımız soğudarımızdan muşkalaşış boyunca 55'tin aşkallığa, 60'tin aşkallığa viz veriyoruz mahkammışlar. Bir hadisten de limra'atin mutlak geldi o ya şahırı İngilizce. Biz muhtemelen şeridimizde lekulli sakita laqita. Zaman biz Uygurluğundan Müslüman vakalıklarda nur onun işini gördük. Her aş buvay, mumayla şey çıkıp ya bu bir yerde mahremsizim kız bulmayken de bir yerde nikah eder, toylu bulap, nikahlı bulap yani. Ya karşında ayallığını ben nikahım kalmasam sizin ecanız dürüst olmayı da pozitif nikah ederler. Yaşamazsam mesela bu ay mumayla şey. Şafii mezhepteki bazı ulamalar yalnız çıksın bulardı o da. İmam Şafii rifka ma'munadır şuna diyen. Şeylik bir hatırcan bulduğum bir aileler ya ayollar guruhi ya er ayol guruhi olsa bilmansı buldu. Hazırımda şirketle operdi o şuna guruh kılın. Yani Şafii mezhebinin bununla bazı deliller var. Mesela an Adi ibn Hatim radıyallahu anhu kâle beyne ana عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أتى رجل فشكى إليه الفاقة ثم أتاه آخر فشكى إليه قطع السبيل فقال يا عدي هل رأيت الحيرة sen Hir'ini körüp baktın mı? Hir şehrini körüp baktın mı? Hir diye Kufe'ye yakın bir şehir. Irak ya Kuveyt'e yakın. Kultu lem araha ve kad unbi'tu anha. Ben körüp baktım lakin anlığantım. Kala فإن طالت بك حياة لا ترين الضعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف أحدا إلا الله. Bunca mesela bayan kılıp ahırda Hazreti Adi ravi dedi. Kal Adi فرأيت الضعينة ترتحل من الحيرة حتى تطوف بالكعبة لا تخاف إلا الله. Resulullah şuna degende men kim Resulullah'ın zamanından belki Hazreti Ömer'in zamanlarında halifenin zamanında aş ahvalını gördüm. Aş Hira şehirlerden ayollar yalnız mener Kabe kilip tavaf kılıp kaytalaydigan bunda hatırcamlık bulup gitti yani. Şu kelecekte bulduğun hatırcamlıkını Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem haber bergen. Ve şunda ahval boğan. Belki bu yalnız sefer kıygan çokum degende bildirmesi mümkün. Yani sefer kılalaydigan, önde hatırcamlık boğantı. Şu an hükümetle la tehafu illallah diyen fakat Allah'dan korkup önde bağmaydı. Yani mahrem bulmamışka. Eğer Allah'tan korkmadan olsa mahremsiz şimdi yurtta başına aslında ısırmaydı diyen manada değil. Lakin Şafii mezhepler şunu delil kılgan. Yana İmam Bukhari rivayet kılışça
Hazreti Ömer halife vaqtida eng oxir qatim haj qilgan chog'da Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning azvaj mutahharalari Hazreti Aisha va boshqa mu'minlarning onlaridan tarkib topgan bir guruh ayollar guruhiga ruxsat qilgan. Bular Osman ibn Affan va Abdurrahman ibn Avf radhiyallohu anhuning hamrohligida hajga borgan. Yani bu da qarasa ash ummatul mu'minindan va Hazreti Osman, Ömer, Avf qatorliq sahabalardan bir xil ijmo. Bunu bunda qildi, boshqalar e'tiroz qildi, bir xil ijmo bor. Yani xotirjamlik bo'lsa, unda bas bo'lganligining nimasi. Yani shu ummatul mu'min mahramsiz bo'lgan Hazreti Ömerning va Osmanning ma'qulliqlar deb endi tilkildi. Ya, bunda bo'lmaydi. Bu ummatul mu'minin aslında hakkı hürmetinin katılığı dışında, lekin başka ahkamlarda lekin şu başka ahkamlarda o'xshash, bu bunda bir ramziy bir ish. Ummatul mu'minin teşrifen yoki shunda to'y qilinmaslikka xos. Lekin boshqa ahkamlarda o mahram emas va kaza ishlarda hammada shu yat ayollardik. Lekin qanday bo'lmasa qarasak, hadisda aniq ve fi gayet sıhha. Ama şunda to'g'riliq başka mazhabdagilar har xil gapni deb topiladi. Endi hozir bunda qarasak, bir tarafdan aeroplan sab qo'ysa, o tarafdan kutib oladigan bo'lsa, bo'ladi. Yani bunu bir xil xotirjamlik ham hozir sharoit shuni zurul ahvolda ruxsat bo'lsinda qiziqladi. Ammo masalan biri bu yerda necha kun aşını turib ham Madinaga necha safar qilish, bunday ish bo'lib qolsa, joiz emas deysiz. Bular bo'lmish haj masalasida ruxsat qilmaslik lozim. Chunki bu Alloh taolaning ibodatini qilaman deb turib, Alloh taolo shart qilganiga rioya qilmay osiylik qilishdan iborat. Ya'ni ibodatning unisidan kelgan bir osiylikdan iborat. Bunun ustiga amaliy ahvolchi, hozir xotirjamlik bu deymiz. Balki boshqa millatlar, shunda isil yashab odatlangan millatlar hokiz nima qilishi mumkin. Lekin biz Uyg'urdandamiz. Uyg'urdagi o qissa voqealikni olsanglar, hayron qoladigan voqea. Hayron bo'ladi. Shuni buni qat'iy ruxsat qilmaslik lozim. Mahramsiz haj qilish qat'iy bo'lmaydi. Asan vojib emas. Bormi? Şu an mazhabning şu mahrabni shart qilish keskin maydoni bir kuchli dalil jihatdan. Hanbali mazhabning qarashi shu. Hanbali mazhablar bilan o'xshashligi Imom Ahmadning bir rivoyatda at-tafriq bayna ash-shabbati wal ajuz. Balki Imom Ahmadning kelgan shu rivoyat suratul Nurdagi wal qawa'id min an-nisa dedilar. Balki shu oyatning ruhi tayangan bo'lishi mumkin. Lekin bu safar masalasi munosabatsiz. Yani mahram degan kim? Vel mahramu kullu man la yahillu lahu nikahuha ala at-ta'bidi li qarabatin aw rida'in aw sihriyatin. Mahramning ta'rifini qildi. Qaraba degan shu nasab, urug' tuqqanchilik. Rida degan imildashlik, musahara degan sihriya. Bu qudbachilik. Yani bu shu zavja mahramni shart qo'yishdan maqsad nima? Maksat şu ayolni qo'llash, hava ilish, muhofaza qilish, rioya qilishdan iborat. Bu ergizmo ba'zilarning qilgan ayollarning erkinligini to'sganda yoki ayollarga ishonmaslik deganda gapimiz. Hali bo'zikat muson, avariq muson, ziyonkashlik qilmasin deb ayollarni qo'llashdan iborat. Yani İslam degan so'zning ichida bir xil amallik, salamdan kelib chiqqan bo'lishi mumkin deymiz-ku. Ya bo'ysunishdan kelib chiqqan, yoki tinchlik, amallikdan kelib chiqqan. Endi bu musulmon bo'lib shu islomningki makoni shunami? Islom nuri shu yerdan chiqqan Makkadan. Hatto avval bayti udalinnas Makkadagi Ka'ba shu. Shunda turug'liq Makkada ayollarning xotirjamligi yo'q. Ma hayron qoldilar. Musulmon muammalar musulmon. Lekin ayollardan birisi yolg'iz taksiga chiqib qolsin, kunduzda cho'qim olib qochadi. Masalan, bosh vujudlarda ayollar taksiga chiqadi-ku. Taksiga chiqib kunduzda Misrda bo'lsin, Turkiyada bo'lsin, yoki bizning vujudda, kafirning diyorlaridami, Yevropada ayollar kunduz taksiga chiqib bora oladi. Lekin Makkada unday emas. Qat'iy. Shuna chiqib qolsa, bog'lash qilinadi. Olib qochadimi? Taksiga olib qochadi.
qat'iy xotirjamlik yo'q. Bu islom nima uchun omonlik ilib kelmaydi? Hatto Alloh taolo bu yerga kirgan odamni omon qilinglar, va man dakhalahu kana amina, ya'ni aminu man dakhalahu deb buyurgan tursa. Demak, islomning ruhi taqa bu odamga sig'magan. Shunday bir ahvol. Şu mahram bil musahara yoki bir rido yoki bir qarabadidir. Qanchalikdan bo'lsa yaqin tuqqanlar ko'z tutildi. Ya'ni shu ayolni nikohlab ololmaydigan, to'y qiz bo'lmaydigan yaqin tuqqanlar. Dadisi, o'g'li, tog'isi, jiyani deganda. Rido deb qolsak, amaldashlikdan shu urug' tuqqanchilik sababidan kim mahram bo'lsa, imdash sababimi shu mahram bo'ldi. Yahrumu min ar-ridai ma yahrumu min an-nasab. Ama musahara sihriya deb qolsak, bu masalan yo'qol. Yoki qaynota o'gay bolasi deganday, ashular sihriya munosabati, qudvachilik munosabatidan mahram bo'la oladi. Buni tafsili bayon qilsa, bir-birlab chiqishi mumkin. Shu surat Nurda mahram aslini bayon qilib, "Wala yubdina zinatahunna illa li bu'ulatihinna aw deb ayg'irdilar." Dadisi, bolasi, jiyani degandek, shular iborat. Yo'q, bo'lmaydi. Garib kishi. Hatto ba'zi ulamolar deydi, ayollar guruhi 10 ayol bo'lsa, ma'lumna Imom Shafiy degandek, ayollar guruhi ketib qo'ysa, rifqa ma'muna bo'lsa, bu ayol yolg'iz bo'lgandan texmo xatarli. Bir ayol hozir 10 bo'ldi. Texmo ansiraydi vayis bu. Qaraqchilar, bulanchilar, texmo tamam qilgan bir ish. Yani haj faaliyatlari, shirki jafo mushaqqat, safar jarayoni qarasa hozirmi ahvolni aytib. Safar nimasiga bog'liq bo'lgan ish. Yani shu nimani illat nima desa safar deydi. Yani onun masalan xotirjamlik to'liq bo'lmasin. Xuddi masalan qasr qilsan, sen jafo tatmisan, qasr qilish ruxsat. Jafo tatmisan, musafir bo'lsan, ruxsat keyin tutvarsan, ruxsat degandek bir mundabit illatga bog'lab qo'yadi. Endi bu rifqa ma'muna, xotirjamlik bo'ladi, bo'lmaydi degan gap tutam yo'q bir ish. Chunki ayni vaqtda shu kunlar, shu oy, shu davrda ba'zi odamlar uchun xotirjamlik bo'lasin, ba'zi uchun bo'lmasligi mumkin. Bu bir xil nisbiy tutam yo'q ishdan iborat. Mahram bo'lmaydi. Chunki bu yerda man la yahillu lahu nikahuha ala at-ta'bid dedi. Aksinki muaqqat. Mesela aksi ayolni aksi qo'yib aksi o'lib ketgandan keyin inisi oladi. Shunga shu mangulik nikohlab ololmaydiganlar bo'ladi. Qala والعبد والحر والمسلم والذمي سواء. Ay mahramlarning ichida mush turli kishilar o'xshash. Hammasi mahram bo'la oladi demakchi. Al-abd wal-hur wal-muslim wal-dhimmi. Shu mahram tuqqanlarning ichida shunda bir, ya qudbachining ichida shunda bir mahram bakan deylar. Shu billah hamrovolab bo'lsa bo'ladi. Hammasi barobar. Buning ichidan إلا المجوسي الذي يعتقد إباحة نكاحها. محرم درجədə yaxın tuqqanlar to'ylası buldu deb e'tiqod qilgan atashparast yoki ziradash bo'lib qolsa, bu mahram bo'lmaydi. Chunki u qo'dmaydi. Balki bu taqa qanday bo'lishi mumkin? Zengiz qilgan odam bo'lishi mumkin. Bu bir. İkincisi vel fasiqa li'annahu la yahsulu bihi al-maqsud. Fasik ana chung gunohni qilayotgan, farzlarni tark etgan, ana kishi bo'lib qolsa, bu mahram bo'lmaydi. Nima uchun desa, bu kishi bilan maqsad ado bo'lmaydi. Bu ayolni bu fasik balki setitishi mumkin. Qimoyman deb masalan, yo oqchigiman deb setitishi mumkin. ولا بد فيه من العقل والبلوغ. yana mahramning bir sharti mahram aql baligh bo'lishi lozim. لعجز الصبي والمجنون عن الحفظ. sabiymo va majnunmo ayolni qo'g'dayolmaydi.
Bundan kim baligh bo'lish lozim degan bir shart bor. Qala va nafaqatul mahrami alayha. Mahram shart bo'lgandan keyin mahram o'zining yenidan chiqim qilib, "Bo'pti, men bilib berish kerak. Men mana nafaqat qilib olaman." deb bilib berib qolsa, mayli. Yo'q, yanimda pul yo'qdi. Yoki chiqimda olib ketaman, bormayman deb turib qolsa, shu mahramning butun chiqimini shu ayol qilib lozim. Li'annahu mahbusun bihaqqiha. Chunki u mahram bir kelish muddatida butun vaqti shu ayol uchun atilgan bo'ldi. Ya'ni 15 kun ichida bir qilamdi, bir oy ichida bir qilamdi, boshqa hech ish qilolmaydi bu. Shu ayolning amraligi bilan bo'lgan gap. Wa zakara at-Tahawi annahu la yalzamuha li'anna al-mahrama shartun. Annahu la yalzamuha. İmam Tahavi'nin bayan qilishicha, al-mahram la yalzamuha. Shu ayolning mahramni tepish kerak emas. Bu ayol mahramdan birini cho'qim tepish kerak emas. Yoki mahramga shunda chiqimini qilib turib opirish kerak emas. Agar chiqim qilmasa, mahram chiqmagan bo'lsa, bu mahram topolmaydi. Bu vojib emas degan ma'noda. Yoki mahram faqat bo'lmasa, bir ayolning faqat mahrami yo'q ekan. Bu ayol cho'qim bir adamning tepib tigib, uni berish kerakmi? Yo'q. La yalzamuha degan gap shu. Ya'ni mahram bo'lmasa, mahramingizni paydo qilish kerak emas. Masalan, u tuqqanni paydo qilolmaydi, lekin ay tegib qolsa, sahriya tarafdan yoki zavj paydo bo'ldi, uni paydo qilish kerak emas. Li'anna al-mahrama shartun. Chunki bu mahram shart qilingan narsa. Va laysa alayha tahqiqus shurut. U ayolning shartlarni vujud chiqarish kerak emas. Xuddi masalan, an-nisob shartun zakat desak, nisob erishib qolsa zakat qildi. Lekin bu odam cho'qim zakat berish uchun men nisobga erishishim lozim, shunda darajada boy bo'lsam bo'ldi deb pul tepishga kirishish vojib emas. Chunki shunda iqtisodga yo'lab qolsa, u chog'da zakat berish vojib. Demak, o'sha Imom Tahavining so'zini azizning sharoitul vujub deganni ko'rsatdi. Ya'ni shu amnut tariq, vujudul mahram, muhammisi min sharoitul vujub deganni ko'rsatdi. Hanifi mazhab ulamolari ba'zilar sharoitul vujubda, ba'zi sharoitul adatda deb ikki xil qarashda bo'lib qolgan. Jumhur ulamolar sharoitul vujub deb qaraydi, Hanifi mazhabning kuchli qarashimi shu sharoitul vujub. Yani bu nafaqatul mahram degan gap nereden kelgan? Yani shu ayolning gardini vojib degan gap nereden kelgan? Agar mahram shartul vujud deb qolsak, nafaqatul mahram vojib bo'lmaydi. Mahram shartul vujud deb qolsak, yani mahram bo'lsa bu ayolga vojib bo'ldi. Mahram bo'lmasa vojib bo'lmaydi desak, bu ayolga shu mahramning chiqimi vojib bo'lmaydi. Ya vojib emas. O tabarruan, mustahab. Aziz barayda sizning bilib berish kerak ma'qul desa, o'zinishi. Lekin yaqin ishim bor, bormayman deb qolsa, uni majburlik bo'lmaydi. Cho'qim bu ayol masalan, shu mahramni bizni qanday qilib bir tepish kerak emas. Chiqimini birman deb turib, bunda tepish kerak emas demakchi. Bundan nafaqatul mahram alayha degan gap bu shartul ada degan qarash bo'yicha deyilgan. Sahaviy shuni shartul vujub bu. Shuna u shartni hozirlash kerak emas deb qo'ydi. Endi shu kitobda bayon qilingan shartlardan boshqa yana bir shart bor aslida ayollarga nisbatan. Ayol kishi iddat holatida bo'lmasligi lozim. Agar ma'nosi bo'lsa, iddat tutayotgan bo'lmasligi lozim. Yani bu mazhabda biri o'lib ketgan holatda iddat tutgan bo'lsin, vafot iddati yoki uzul kesil ajrab ketgan 3 taloqdan, taloq ba'indan ko'proq olsun, so'g'ra olsun, ba'indan iddat tutayotgan bo'lsin yoki rajiy taloqdan bo'lsin, 3 turlik iddat, 3 turlik iddatning qaysi biridan tutayotgan bo'lsa, hech safarga otlansa bo'lmaydi. La tukhrijunna min buyutihinna deganing bo'yicha. Navbatga mishada iddat tutayotgan holatda bo'lmasi kerak degan bir shart bor Hanifi mazhabda. Buni qanday iddat bo'lsa, safarga bo'lmaydi. Hech kim bo'lmaydi deb qaraydi. Maliki mazhabda shunda. Lekin
iddet altıda birisi bu şeriatning yoki shu ulmoning gapini anlamay iddet tutib qo'yib safarga chiqib bascho haj bo'ldi deydi lekin gunohkor bo'ldi o'zi medinada o'tirang degan buyruqqa bo'ysunmagan bo'ldi. Hanbali va Shafiy mazhabida vafot iddati tutayotgan bo'lsa basi bo'lmaydi. Ya'ni eri o'lib ketib 4 oy 10 kun iddat tutayotgan bo'lsa hajga mansub bo'lmaydi. Lekin bayin talaq qilib qolsa basi bo'ldi. Lekin raji talaq qilib qolsa erning ruxsati bilan bordi. Raji talaqdan erning amridagidek ahvol bo'lg'achqa Moşu şartmı, yani iddet tutmagan bo'lishi lozim degan shartmi, shartul vujubmi, shartul adami bunda mazhabda tutilgan. Shartul vujub degan qarash shu kuchli. Jumhurning qarashlari shunda. Fa illa yakul laha mahram la yajibu alayha. Erwanu mahram bo'lmasa, mesela er yo'qkan deylar. Mahrami yo'qkan, yolg'iz tarakkan bu. Yolg'iz. Hech qanday yo'qkan. Qanday qiladi? Hajga bormaydi, vojib emas. La yajib alayha al-hajj. La yajib alayha al-hajj. Lima bayyana, ya'ni bu ayolning shu shartul vujubni qo'lga keltirishi vojib emas. Qala wa tahujju ma'ahu hajjatal islami bighayri idni zawjiha. Ayol kishi eri bo'lib qolsa, mahrimi bilan billa erning ruxsatini olmaylan farz hajga atlanıverdi. Ana bu yerda erning ruxsati kerakmi, kerak emasmi? Mahrimi borken eri bormaydi. O joyda erning ruxsatini olib, uningdan biramdi. Hajjatul islam degan al-hajjul fard. Albatta erning ruxsatini o'tadi. Ruxsat qilsa, men akam bilan, dadam bilan chiqib kelolay. Ruxsat qildi, tamam. Ruxsat qilmasa, men yurdim. Lekin qachondan tortib boshlamadı? Necha burun olmaydi. Shu jitdan ajli ma'nadigan chaqda ma'no. Biz al-hajj shurun ma'lumat dediq-ku, Shavvoldan tortib hajga mansub bo'ldi. Endi bu yil ruxsat qilmagan ahvolda Shavvolning 1-kunidan tortib atılmasa bo'lmaydi. Shu jitdagi hajlar karvini qachon mansa, shu chaqda ma'noda. Burungi zamonda bir jitdan hajlar karvini shu bir qatim ma'notdi. Hajga ma'noganlar falan islam ma'noda deb ma'notdi. Lekin hozir anda aeroplanlar kunni necha qatim ma'noga ahvol bor. Har kuni bor, har haftasi bor. Lekin shuni ham desam, qisqaroq tez muddatda berib qilinganga ma'lum. لأن حق الزوج لا يظهر مع الفرائض كالصوم والصلاة. Ruxsatni olmay maqsad sababi chunki erning haqqi va bada Alloh taolaning haqqi bor. Farz ibodatlardan ro'za tutish va namoz, haj bu ishlarda erning ruxsatini olish kerak emas. Agar nafla ibodat bo'lib qolsa, o chaqda ruxsat bilan qiladi. Erning ruxsati kerak emas, qaynonasi, qaynotasining albatta kerak emas. Masalan, qaynonasi to'soldigash bo'ldi. Masalan, ya bamisi bolam deb uyda xizmat qilsam yoki nima qilaman deb turuldigash bor. Ya qaynotasi, er ruxsat qilsa qaynotasi yo bormaydi degash bor. Uning ruxsati narsa, erning ruxsati hisob bo'ldi, lekin ma farz, manda arkan masalasida erning ruxsati bo'lmasin bo'ldi. Farzajga, hajnimi farzajga, ikkinchi qatdan, uchinchi qatdan borgan nablajga eri to'sab qo'ydi. Bunaqa bo'lmaydi. Bu bir mustahab ish ham. Yordam, tabarru. Qala wa waqtuhu shawwal wa dhul qa'dati wa ashru dhil hijja. Hajning vaqti mush oy kunlardan iborat. Bundan burun bir vas bo'lmaydi. Erning ruxsatini olmay mang'ayolmi? Ramazondan tortib ketsa bo'lmaydi. Hozir Ramazonda borgancha haj qilib qaytilgan bir ish bor. Uninggacha orliqdan da u balchaqlardan yerdan xalammaydi tashlab qo'yib, uzun muddat bo'lib ketsa, eri va balchaqlarga ziyon yetadi. Belki o ayolga ziyon yetishi mumkin, eri ikkinchidan bilan olsa. Shu oila qurilmasi, bu haqqizda o'zgan gap oila qurilmasini qo'llashdan iborat. Şu an buna en adli hududda işletish lazım. Yani vaqtini ekib qo'yishma, shunga bir tarafdan işletish var. Vaqti degandikan
hac muş vaqtdan boshqada to'g'ri bo'lmaydi degan. Ya'ni bu shart sahha. Shart sahhada biz tutamiz. Boshqada hac qildim deb hac qilib olsa, sey bo'landa bo'lmaydi. Boshqada umr bo'ldi. Yani hac faaliyatlaridan har qanday bir hajga munosib islom faoliyati bo'lib qolsa, mushu oy kunlardan boshqada hech qanday yurishilmaydi. Şavvalning birinchi kunidan tortib hajga mansub bo'ldi. Va Zulqa'da shunda va ashru Zulhijja Zulhijjaninki 10 kuni. Albatta shu haj faoliyatining asosiy shu 10 kunni bo'ldi. لقوله تعالى الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. الحج أشهر معلومات أنا بمذهبنا قرشدا أشهر ده كفك يعني تغليبا يعني مجازا بديرت ريمس. شافعي مذهبتا شكاي وذو الحجدين 9 gün deydi. Ebu Yusuf'un karşılığında Maliki mezhepte Zulhicce'yi bütün. Zulhicce'yi bütün. Yani eşhur yani selase eşhur tuluk deydi. El-haccu eşhurun malumat deganne şunda vaqtul hacci eşhurun malumat deb tafsir qilgan deydi. Va fassaruhu kema zakarna. Yani biz yuqorida bayon qilgandek Shawwal, Zulqa'da va Zulhijjaning 10 kuni deb tafsir qilingan. Sahoba kiramlardan shunda tafsir qilganlar. Sahih Buxoriyda Hazrat Ibn Umar radhiyallohu anhu Ashhurul hajj Shawwal va Zulqa'da va ashrun min Zulhijja degan. Va fassaruhu kama zakarna. Biz deganda tafsir qilgan bizning kattalarimiz, salaflarimiz. Ibn Umar shunda tafsir qilgan. Va qala Ibn Abbas radhiyallohu anhu min as-sunnati alla yuhrima bil hajj illa fi ashhuril hajj. Bu Sahih Buxoriyda kelgan. Lekin bu talashlarning farqi bormi yo'qmi? Masalan, Zulhijja butun hajning vaqti deb qolsa, tavoful ifodani Zulhijja ketgan qadar kechiktirsa bo'ldi deyishi mumkin. Shafiy mazhabda shu al-hajj Arafa degan hadisga asosan hajning asos faoliyati shu kunlar bo'lib ketdi demoqchi. Yani bir mazhabda şu kurbanlık qilish, zabhil hadiye, nahril ibil vel halq ve taksir şu 10. günni bo'g'ashqa deb. Onun başka mutamatta yoki qarin 10 kun ro'zasiga 3 ayyamin bil hajj ve 7 darajatun ma. Ashunda ro'za tutgan bo'lsa, birisi masalan bu ro'zni hajning vaqtida bekitgan chaqdan burun keyin bosh chaqda muqlas bo'lmaydi. Shu bekitilgan vaqt qilishing lozim deydi. Uning boshqasida bir farqli bor. Lekin endi haj oylari kirishdan burun ehrom bog'lab olsa qanday bo'ladi? Ba'zi ulamolar bu tegidan bekor nolga tang bo'ladi. Ehrom chiqib hech shunday yurish lozim. Chunki taqoz hajning vaqti. Masalan, namoz vaqtida kirishdan burun o'qib olsang bo'ldi. Nolga tang degan. Yani bazılar İmam Şafii mesela şu vaqt kirishdan burun hajga ehrom bog'lamagan bo'lsa, ya hajning vaqtida kirmadi desa, hatto umriga o'zgartirish lozim. Rasulullohning shuningda hajjatul dadima qurbonlik ekanmagan sahabini umriga o'zgartirishga buyurganda, haj qamlashmasa, uning badali yoki uning yaqin bir badali umriga o'zgartirishadi. Hali mazhabda bunda ilgari ehrom bog'lab olsang makruh bo'ladi. Lekin ehrom hesab mana o'shada dedi. Va yukrahu taqdimul ihrom alayha va yajuz. Yani shu hajning vaqti deganimiz vaqt degan belgilash degan bo'ldi arab tilida. Bu belgilash hozir zamoniy belgilashdir. Vaqt o'lchami. Miqat zamoniy va miqat makoniy. Miqat zamoniy shu vaqt o'lchami. Miqat makoniy ehromni mushu joydan tortib cho'qim bog'lab o'tishing lozim. Unda ilgir bağlasan yoki shu yerdan bağlasan, lekin nishar o'tgan joyda ehromni qalib bo'lishing lozimdir. Ehrom bog'lashga belgilangan o'rin. Ashhurun ma'lumat miqat zamaniy dedik shunama. Yani bir oyatda yas'alunaka anil ahilla qul hiya mawaqitu lin-nas wal hajj. Lekin nisharning bir belgilangan vaqti bor degan mazmun chiqdi. Lekin hammalar ijmo qilgan o'rin agar 9 Zulhijja Arafat kuni kunduzda taki Arafat kuni o'tab, hey kuni
bamdat kadar Arafat tutulmasa hac qo'ldan ketdi degan ittifoq. Ba'zilar onun şu keçinin mesela geçiyor ki nimaga deyishi mumkin. Vaqtni uzatib qisqarsa ixtilof bo'lsin, lekin ijmo kelgan o'rin şu 9-kundan tortib 2 kun bamdatga şu orliq faqat Arafat turib qolsa hac bo'ldi, qo'ldan ketdi. Kelar yili qilib olala deydi. Onu ittifoq. Degan mesela Al-Hajj ashurun ma'lumotda 2,5 oydak yoki 3 oydak deb baksa, onun qancha chaqda shu Arafat turib shu ishni qilsa bo'ldi degan gap emas. Arafat turish, Arafat kuni 15 soat vaqt bilan chetib qoladi. Bu hajning bir rukni. Al-Hajj Arafa muhim ruknning birisi. Tavaful ifodani balki ancha-muncha kechiktirib kerak qilib olsa-mu bo'ldi deydi. Lekin shu Arafat kuniga chetishlar. قال ويكره تقديم الإحرام عليها ويجوز أن هنا في مذهب ميقات الزمان دمبرون إحرام بغلواسا مكروه فلان جائز ولدو. أما الكراهية مكروه لق دينه مازه مش كراهة تحريم يعني في مذهب مكروه لق دسا تحريم نكوسته مثال نمشي المكروه bu İmam Malik'nin İmam Ahmed'nin nazarında şunda فلما فيه من تعرض الإحرام للفساد بطول المدة. Çünkü hac vakti kirişten burun bağlıvarsa ihramda uzun müddet duruş lazım. Yani 2 ay, 3 ay başında ihramda duruş lazım. Bu çağda ihramda durup nurgun şeklinde karşılığı olğaçqa bu şeklinde karşılığını bizden kıpselep baka hacni buzu tutsalıdı ya ki kapparat yapılıdı şu mekruh deydi. Aslında mekruhluk bulamamaz Hanefi mezhebi. Bu anda uzun müddet ihram durup kim bulanmayı çatak çıkıdı. Şu mekruh diyendek bir bana gösterdi. Lekin ameliyatta mekruhluk Allah Teala belgilgen vaqtdan burun qilib olganlik uchun bekitilgan vaqtga qilmaganlik uchun mekruh deymiz. İmam Muhammed'in shunda nima kelgan. Ma'lum qo'shimcha bir mekruhlikning sababi desak, uni uzun muddat sen chidab bo'lmay ihrom qilib ishni qilsa. وأما الجواز فلأنه نمشي جائز دنيا فلأنه شرط للدخول في أفعال الحج عندنا. يعني بمذهبنا نظرda ihram bağlaş hac faaliyetlerini başlaş için bir şart. Lekin Şafii mezhebinde başka karşıda, başka ulemanın karşıda bu hacın bir rukni. Hac'ninki asas ruknning birisi. Lekin biz bu ruknning bir parça emas, va sirtki bir shartidek narsa deb bunda qaraymiz. Va taqaddumu sharti ala al-vaqt yajuzu. Shartninki vaqtdan burun bo'lishi joiz. Kama fi takbiratul ihram. Masalan takbiratul ihramdami? Masalan vudu deylik. Vudu shart desak, azon to'lashdan burun tartib olsak bo'ldi-ku. Shunga o'xshash ish. Ya'ni takbiratul ihramga o'xshash edi. Namozni quloq qiqish. Namoz quloq qiqishning o'zi namozning bir parchasi yoki namozning sirtidagi boshqa bir ishmi? Masalan Allohu akbar degandiga rasmiy namozdan endi chiydi damdoq yoki Alloh deyishgalam shu namoz kirib ketgan bo'lamdi deganda mazhabda shunda ixtilof bor. Masalan vudug'ini qilsak taqim o'chiqqanmi bu? Taratgan qilsak. Lekin ma takbiratul ihrom dedi, ma'qul. Takbiratul ihrom misol desak إلا أنه لا يجوز تقديمها على أفعال الصلاة لاتصال القيام بها. أصل bu namazning asas faoliyatlarning sirt bir dalizdek bir kirish, kirizdek bir narsada vudu bo'lsa ayrim bo'lsa araliqda chetishlik yo'qda buni. Vaqtidan ilgari qilib olsa bo'ldi. Lekin bu takbiratul ihrom aqidillan namozni boshlaydigan bir shart bo'lg'achda, yani takbiratul ihromdan keyin boshlanib ketadi namoz deymiz. Shunga bu tutishib keladi. Bo'lmasa bu burroq deyilsin bo'ldi deydi. Yani takbiratul tahrim namozning bir parchasi emas, Hanefi mazhabining qarashida, Shayxonning nazarida, yoki Hanefi mazhabining qarashida namozning ichidagi bir faoliyat emas. Lekin bu namozning sirtida bo'ladigan bir shart. Ammo bu shartga namoz shu aqaqdimda ulish bilan tutish kirdi. İmam Şafii'ning nazarida takbirat tahrim namozning bir qismi. İmam Muhammedning nazarida shunda.
Yani bir mezhebinde ve zekere esme rabbihi fasalla ve zekere esme rabbihi fasalla. Zekere esme rabbihi Allahu Ekber deyiş. Tekbir-et tahrim. Anda fasalla undan keyin kıldıran iş andan şu namaz. Bu kitab salatda o'tib qo'ygan. Hadisda ve tahrimuha tekbir. Tahrimat tekbir degan Allohu Ekber deb qo'ysa anda rasmiy namoz shu chaqchigan bo'lsa degan namoz endi boshlandi degandek bir gap. Ashunga qiyos qildim. Tekbir-et tahrimga qiyos qilib lekin ikkisini o'rtasida farqi namoz tekbir-et tahrimning aq bilan keladi ve af'alul hajj tata'akhkharu anil ihram. Haj faoliyatları ihramdan qilib kechib ketadi. ولا يفعل شيئا من أفعال الحج بعد الإحرام قبل أشهر الحج. Mesela ihram bağladı. İhram bağlagandan keyin hajning vaqti kelib qolsa, burun ihram bağlagan bo'lsa, hajning vaqti kelib qolsa, hajning faoliyatlaridan hech narsa qilmaydi. Faqat ihram bağlash ham bu shunda sirtdagi bir shartidek bo'lsa, burun qilib qo'ydi. Lekin haj faoliyatlarini boshlashda cho'qim shu Eşhurul hac kiriş lazım. Mesela tavaful kudumunu kılıp koydu, ya tavaful ifadını kılıp koydu, ya ki şeytana taşıp koydu mesela. Onda işini kılmaydı. وَلَوْ فَعَلَهُ لَا يُجْزِئُهُ لِوُقُوعِهِ قَبْلَ وَقْتِهِ. Onu kısmı vaktiden burun kıygallık için ada bulmaydı. Kılmagan deklan. Hatta لَوْ أَحْرَمَ فِي رَمَضَانَ Şuna, hatta gelmeye şunda bu başka birisi Ramazan işide ezgi ihram bağlısa fatafa ve sa'a la yujzi'uhu an tavaful fard. Tavaf kılıp sa'i kıldı. Muş kılgan tavafı Ramazan'da kılgan tavafı ezgi için tuttu bunu. Yani şu çağın bir tavaf kılgan olsa bu farz tavafta hesap olmaydı. Çünkü bu hac vaqtidan burun bo'lgan. Tavaful fard. Tavaful ifadaningki 4 qism bor. Tavaful ifada, tavaful ziyara, tavaful sadar, tavaful fard ve tavaful rukn. Tavaful ifada aynan asas ruknning birisi. Ramazonda qilgan tavaf uni hesab bo'lmaydi. Bexilaf tavaful qudum. Ama tavaful qudum buni o'xshamaydi. Tavaful qudummu bir necha ism bor. Tavaful vurud, tavaful varid, tavaful liqa, tavaful tahiyya. Dastlabda shu Ka'ba bag'anchoqdan qilgan tavaf. Buni hukmi jumhurning nazarida, mazhabda va jumhurning nazarida sunnat, vojib emas. Lekin tavaful ifoda bu hajning bir rukni, farz. Ham tavaful qudum buni o'xshamaydi. Endi u laysa min af'al haj. Bu hajning faoliyatidan emas bu. Bu mescid tahiyyatul mescid o'qigandek bir ish. Hatta la yajibu ala ahli Mekke. Haj faoliyatin bo'lmag'achqa bu ahli Mekkaga tavaful qudum vojib bo'lmaydi. Tavaful ifoda Mekkelikligimi farz. Çünkü tavaful ifoda oyatda aniq naslar isbotlanib ketgan. وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ Taş etib ya çeşini qısqartib cho'chqilgan ekan tavof qilish lozim. Buni bak rukni farzligida buni ijmo var. Lekin tavoful qudumninki hukmida ixtilof bor. Jumhur ulamolar sunnat edi, vojib emas. Çünkü onu kılmaya kalsa kan kemmaydı öyle. Bir şey bozulma. Wallahu a'lemu bis-savab. Subhanakallahumma bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etûbü ileyk.